Mana assalomu alaykum. Men bir bor mana kassasidan chiqqan jarayonlar mana ikkita mayagini oldik. Endi usta bundan keyingi holatlari qanaqa bo'ladi buni? Endi hozir Natijada Azbek bularga hayvon egasiga perovasiya qilib turilishini tavsiya qilamiz, aytib turamiz. Hop. Yod surtiladi. Levamikol mazlarini surtib tursa 5 kun, 4 kun deganda yana bir qator ishxonamizga olib keladi-ku. Olib kelsa biz dori darmonlarini qilamiz. Antibiotik qilib turiladi, lekin ampitsillinmi, pensillinmi. Hozir biz bunga mana yodli perovasiya qilib nima qilib qo'yapmiz. Azbek endi baribir bu ham bir kichkinagina bo'lsa ham operatsiya degan gap. Xudo xolasa bunga antibiotik oladi. Antibiotik olmasa isitma kirgizishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O joylari joy-joyiga qaytadi. Shu bilan endi bu holatlar qondan jarayonlar kuzatilmaydimi? Ha. Bu endi bu holatda bola olmasligi uchun bu operatsiya qilishda ko'pchilik nimaga bunaqa bo'ldi, nimaga bunaqa qilishadi degan savollar tug'ilishi mumkin Azbek. Ashunga bu holatda endi domda boqiladigan uy hayvonlarini ko'proq haligi har xil joylarga belgi qo'yib yuboradi o'g'il bola mishirlar. Shuning uchun ko'proq domda boqiladigan yo bo'lmasa torroq joylar uyda, uy sharoitida imkoniyati yo'q bo'lsa, shu operatsiya qilib kastratsiya qildirishga majbur bo'ladi. O'zi uy sharoitida bo'ladigan bo'lsa, o'zlari oldirmasa ham bo'laveradi. Hop, endi usta bu haligacha narkoz ta'siri necha soatda tugaydi, yo necha kunda o'tib ketadi? Bu narkozni ta'siri Azbek 1 soat, 2 soatda narkozni ta'sirida. Hozir bez narkoz qilinadigan bo'lganda hamma yo'limizni tirnab, o'zimizga shikast yetkazib olishimiz mumkin edi. Shuning uchun narkoz qilinadi. Ham endi bunda odamda ham shu holat bo'ladi-ku. Endi ustoz shunga savol tug'ilyapti, shunda hozir bu narkoz tarqalgan bo'yicha bunga ko'ngillanarli holatlar kuzatiladimi, kuzatilmaydimi? Kuzatiladi. Siz to'g'ri gapiryapsiz. Biz egasiga ham hozir shu mavzuda gapiramiz. Yarim soat, 1 soat uzoq. Bu semiz ekan, organizm baquvvat. 1 soat ichida turib ketishi mumkin. Shunga egasiga mana shu narkoz davomida hozir uyga borganda yana qattiq perovasiyalar. Mana shu holatlarni video ko'rsatsak bo'ladimi? Mana perimdan operatsiyadan keyin kassasiyadan keyin holatlar davomida yaxshi. Mana nechagamiz operatsiyadan yaxshi, mana holatlari ideal mana hozirgi paytda.